Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Yo'qchilikda sabr qilgandan ko'ra, to'qchilikda sabr qilish qiyinroqdir. Hasan Basri aytadilar. Bir kun bir odamni bir qilgan gunohini g'iybat qildim. Va o'sha gunoh 15 yil o'tib o'zimni topib keldi. Meni sizga sevdirgan Robbim sizni o'zimdan-da ko'proq sevsin. Turmush o'rtog'imga. Haddan tashqari yaxshi ko'rganidan sham o'rniga barmog'ini yoqib berganlar biroz vaqt o'tgach yaxshi ko'rganligi uchun afsusdan tishlagani barmoq topolmadi. Kimga mazza qildingiz? Shahlo, Baxtiyor, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta javoblaringizni kutamiz.